bir necha daqiqa oldin bu yilgi O'zbekiston Superkubogi bahsi yakuniga yetdi va unda Neftchi jamoasi 1-0 hisobida g'alaba qozonib, mavsumdagi dastlabki sovrinni qo'lga kiritdi O'zbekiston Superkubogini va odatga ko'ra o'yindan keyingi matbuot anjumanida yig'ilib turibmiz. Matbuot anjumanining birinchi qismi yakuniga yetdi. Paxtakor bosh murabbiy ishtirok etadi va ikkinchi qismida g'olib jamoa vakillari ishtirok etishadi. Jamoa bosh murabbiy Islombek Isroilov hamda bugungi o'yin eng yaxshi futbolchisi deb topilgan Botir Ali Ergashev. Savol-javoblarga o'tishdan oldin murabbiy va futbolchidan ikki og'iz bugungi o'yin haqida komment eshitamiz. Marhamat, nima deysiz bugungi o'yin haqida? Assalomu alaykum. Yana bir marta bugungi ajoyib g'alaba bilan butun Farg'ona xalqini, barcha muxlislarimizni tabriklayman. Bundan tashqari stadionda juda ko'plab farg'onalik muxlislar kelib quvvatlashdi va Andijondan ham, Namangandan ham juda ko'p viloyatlardan muxlislarimiz kelishdi. Ularga barchalariga tashakkur aytaman. Albatta final bu o'z nomi bilan final. O'ylaymanki, uchrashuv barchaga manzur bo'ldi. Ikkala jamoa ham hujumkor futbol ko'rsatdi va omad biz tomonga ko'proq kulib boqdi va g'alaba qozondik. Bugungi o'yin haqida ikki og'iz qisqacha. Avvalambor assalomu alaykum. Butun Farg'ona xalqini, muxlislarimizni g'alaba bilan tabriklayman. Juda emotsiyalarga boy o'yin bo'ldi. Hammani yana bir bor g'alaba bilan tabriklayman. Savol-javoblarga o'tamiz. Savol bo'lsa ham. Yo'q, shunday. Avvalambor assalomu alaykum. Bugungi g'alaba bilan tabriklayman. Bu chempionlik bilan bir necha bor futbol nuqtai nazaridan yuqoriga yuksaldi. Savolim shundan iboratki, xabaringiz bor, o'tgan mavsum Neftchi Superligada chempion bo'lgandan keyin juda ko'pchilik Neftchi yangi davrni boshladi deyilgandi va bu qaysi ma'noda to'g'ri edi. Lekin bu mavsumdan klub sizni xulosangizga o'tdi va xulosangizdagi ilk klub Şers'teki ben spotladı. Şers'teki. Chempion bo'lganda jamoa yangi davrga qadam qo'ydi deyildi va bu qaysi ma'noda to'g'ri edi. Lekin murabbiy o'zgardi. Bu mavsum jamoa sizni qo'lingiz ostiga o'tdi va bu sizning qo'l ostingizdagi birinchi kubok. Xo'sh, bu eski erani davom ettirilishimi yo sizning qo'l ostingizdagi yangi erani boshlanishimi? Albatta, endi o'tgan yilga keladigan bo'lsak, o'tgan yilgi murabbiyga ham rahmat aytaman. Baribir jamoa uchun juda ko'p xizmatlar qilgan. Endi bu futbolning qismati, masalan, bu murabbiylik qismati. Endi jamoani qabul qilgandan keyin jamoani o'yin uslubini, g'oyalarini va oldiga qo'yilgan maqsadlarni o'zgartirdik. Albatta, umuman tubdan o'zgartirdik, chunki jamoa ko'proq himoyaviy futbolga urg'u bergan. Qabul qilgandan keyin jamoani ko'proq hujumkor futbolga o'ynashga majbur qilyapmiz va bu Xudoga shukr o'zini so'zini aytyapti. Futbolchilarga rahmat aytaman. Ular ham o'sha biz tomonimizdan aytilgan ko'rsatmalarni chiroyli bajarishyapti va shunga yarasha natijalar ham yaxshi bo'lyapti. Endi davrga keladigan bo'lsa, albatta har bitta jamoa o'zini oldiga yuqori maqsadlar qo'yadi. Har yili yangi davr boshlanadi deb o'ylayman. Rahmat. Islom aka, o'sha bugun kecha o'sha matbuot anjumanida savol berganim, Ikromal asosiy tarkibga tushadi. Bugun qaysidir mana Ratinho ham asosiy tarkibga qaytdi va Jokichga, menimcha Jokich asosiy tarkibga tushgani 100% xizmat qiladi. Chunki ikkinchi qavatda ham umuman deyarli o'sha markazni egalladi desa bo'ladi. Mana shu haqida to'xtalib o'tsangiz. Albatta, endi bizda juda ko'p bu pozitsiyada tanlovlar bor. Ikrom Aliboyev, Ratinho, Jokich, bular yuqori saviyadagi futbolchilar. Shuning uchun bu uchrashuvga ko'proq Ratinho tayyor edi. Albatta jamoadan kelib chiqib, Paxtakor jamoasi baribir o'sha maydon markazida dominantlik qilishni hisobga olgan holatda ikkita tayanch himoyachi bilan o'ynadi. Endi bunda qanaqa baribir Ratinho o'sha box to box harakatlarni oladi. Jokich ko'proq himoyaviy holatlarda jamoaga yordam bersa, Ratinho hujum boshlashda, hujumni yakunlashda baribir ko'proq foydasi tegardi va bu o'zini so'zini aytdi. O'sha gol urdi. O'ylaymanki qarorlar to'g'ri bo'lgan. Masalan, o'sha menimcha MVP bugun Ibrohim Yo'ldoshev bo'ldi.
masalan bu haqida to'xtab, qaysi shogirdingizdan ko'nglingiz 100% to'ldi bugun? Baribir hamma jamoaviy o'yin futbol, jamoaviy yutiladi. Qaysi shogirdingiz o'yini bugun o'zgacha sizga ta'sir? Masalan, ko'pchilik muxlislar farqiga ko'ra menimcha Ibrohim Halildosh o'zgacha ajralib turibdi. Yo, albatta bu yerda bitta odamni ajratish noto'g'ri. Hamma futbolchilar a'lo darajada harakat qilishdi. Buning uchun ularga men chuqur minnatdorchilik bildiraman, chunki maydonda har bitta futbolchi o'sha jonini berdi bugun. Men kecha ham aytgandim matbuot anjumanida, bu o'yinda taktikadan ko'ra xarakter birinchi o'ringa chiqadi deb. Albatta futbolchilarga rahmat aytaman, ular xarakter ko'rsatishdi. Haqiqiy jang bo'ldi maydonda. Assalomu alaykum. Sovrin bilan tabriklaymiz. Endi ko'pchilik nazarida bugun Paxtakor to'pga ko'proq egalik qilgandek bo'ldi. O'yinni ko'proq dominantlik qilganda, lekin Neftchi yakunga g'alaba qozonib ketish bunga qanchalik qo'shiladi? Yo'q, bunga qo'shilmagan bo'lardim. To'g'ri, qaysidir holatlarda men o'ylashimcha bugun to'p nazorati ikkala jamoada ham unaqa yuqori bo'lmadi. Ikkala jamoa ham ochiq futbol namoyish etdi, hujumkor futbol bo'ldi. Shuning uchun o'ylaymanki, o'zi to'p nazorati bu hech narsa bermaydi jamoaga, faqat nazorat. Lekin bizning maqsadimiz ko'proq hujumlar uyushtirish va raqib darvozasi oldida ko'proq xavfli vaziyatlar yaratish. Islom aka, o'yin sizning taktik g'oyalaringiz ostida hisoblaysizmi yoki futbolchilarning individual mahorati evaziga qarab erishildi deb hisoblaysizmi? Yo'q, mahorat oladigan bo'lsangiz, Paxtakor tarkibida ham mahoratli futbolchilar juda ko'p. Terma jamoaga nomzod, terma jamoaning asosi bo'lgan futbolchilar ham juda ko'p. Hech qanaqasiga Paxtakor mahorat jihatdan bizdan past emas. Mahorat jihatidan ularda ham juda saviyasi yuqori darajali futbolchilar bor. Bugun o'sha umuman oladigan bo'lsak, bunaqa bosimda, bunaqa finallarda ko'p hollarda o'sha yuqori bosim ostida ko'p taktikalar yo'qoladi. Yana o'sha gapimga qaytadigan bo'lsak, xarakter. Futbolchilar bugun xarakter ko'rsatishdi. Shuning uchun o'ylaymanki, jamoa g'alaba qozondi. Assalomu alaykum. Savolim bor edi. Neftchi bugun Paxtakorning pressingida anchagina xotirjam o'ynadi, o'sha himoyadan chiqib ketishdi va Paxtakorga pressing qilishdi. Qaysidir ma'noda Liverpulni, o'sha Kloppning Liverpulidagi gegen pressing ko'rgandek bo'ldik. Bu alohida Paxtakorga ishlangan taktikami yoki bu jamoani falsafasiga aylanib bormoqdami? O'zi bu savolni kutdim. Yaxshi savol. Pressingga keladigan bo'lsak, biz Paxtakorda o'rganib chiqqan paytimizda jamoaga qarshi o'ynayotgan ko'p jamoalar pressing qilmas edi. Paxtakorga to'pni berardi, o'zi ikkinchi zonada, uchinchi zonada himoyalanardi va bu bilan Paxtakor o'zini dominantligini bemalol futbolchilar xotirjam o'ynashardi. Biz shu narsani o'rganib chiqqan holatda o'sha uchrashuvda boshidan pressing qilishga qaror qildik va jamoani o'sha build up himoyadan hujumga chiqishda ko'p hujum boshlanishlarini kesib qo'ydik. Jamoa o'sha uzun paslar bilan o'ynashga majbur qildik. Islom aka, endi bilamiz futbol o'zi shunaqa sport turiki, ko'pchilik nima haterlar deymizmi? Shu mavsum boshida ham aytishgandi, shu yoqqa chiqqan. Undan keyin Islom Ismoilov endi muvaffaqiyatsiz uchraydi Neftchida, yoshlar bilan yaxshi ishlagandir. Umumiy olganda shu Neftchi mavsum ajoyib boshladi. 3 ta g'alaba, bugun sovrin. Endi nima negativ deymizmi? Haterlar qanday o'ynaydi? Endi men bitta narsaga hayron qolamanki, biz masalan o'zbek murabbiylarimizda o'zbek murabbiylarni muxlislar agar qo'llab-quvvatlasa xursand bo'lardik. Sababi nima bo'lsa ham biz mana shu yerdamiz, shu vatan uchun qo'ldan kelgancha xizmat qilamiz. Sababi hozir bir minut aka, bir minut press konferensiya bo'lyapti. Hozir 1 minut aka. Endi shuning uchun muxlislardan so'rab qolardiki, qo'llab-quvvatlasin, nima bo'lsa ham biz shu O'zbekistonning farzandimiz, yaxshimi yomonmi doim shu yurtda bo'lamiz. Shuning uchun bunaqa narsalarga e'tibor qaratmayman. Maqsadim doim oldiga intilish va o'zimning mehnatlarim bilan, natijalarim bilan o'sha ko'p noto'g'ri fikrlarga javob berish. Bo'ldi, rahmat. Rahmat Islom aka.